Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Yana bitta pechkamizni Namangan Noringa olib kelib qo'yib berdi shu akamizga. Aka, siz pechkamiz qanday bo'ldi? Gapi, Alloh rozi bo'lsin sizlardan bollar. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Men kutgandan zo'r. Men issig'ida tura olmayapman lekin. Akalar, endi hozir mana qurdik, o'tlarni yoqdik, bir ko'llarchi, o'tlar go'zal holatda yonyapti. Mana aka o'zidan umuman hid qo'sh tutun qaydan inshaalloh aka. Mo'ri konkret ketyapti tepaga. Akalar, endi orqashkamiz orqani bir kirib ko'rib qo'yasizlar. Bu Qishlaqo'ydan bo'lgan uy akalar bu. Uylar orqashkamiz. Akalar, bu mana pechkamizning orqadan ko'rinishi orqa tomonlari. Bu narsani azizdan qora qo'yib chiqarish uchun tozalayib qo'yib qo'yganmiz. Yaqinroq kerak olib keling, yaqinroq. Bu Qishlaqo'ydan uydan yonboshdan mana chiqib turadi, 15-17 santimetr chiqib turadi. Bu navrot chiqqani zo'r bo'ladi. Uyingizga chiroyli qo'shib turadi mana, g'ishsiz o'zi ham. Shunaqa olib chiqib turadi. Akalar, bu mana shu orqa ko'rinishlari, orqa duxovkalari o'zida mana 1 metr, 3 metr joyga issiqlik beradi. Yoqqan bo'lsa, laklardan bosib, bitta bilan nima qilib qo'ysalar, inshaalloh opar go'zal bo'lib turgan, sog' bo'linglar.